Assalomu alaykum. Qaynoq o'zida ashaddiy omonachilar. Sizlar uchun bitta laykni bosinglar, biz uchun. Tog'amizning xonadonlariga kelganmiz. Bat Farg'ona viloyati Vardil tumani. Kattarxona qishlog'i. Xudo xolasa tog'amizning xonadonlariga 300 talik kat yo'limizni o'rnatib berganmiz. Motorlarni stanovka qilib, hamma hayron qoladi. Tepaga o'rnatganimizni ko'rsa, xo'p 55 ga qo'yib berdik. Tog'amda tur hamma sistemalari anaqa bas, bular esimdan avoti chiqib qoldi. Paletelin bas ekan, turba ekan. Turba sistemagacha oshiq o'zini taraqlatib tashlaydi. O'zi gidasiga olib chiqib berganmiz. Ko'mir turib ko'ra olasizlar. Aytganimizda kompyuterni miyamiz, Wi-Fi da boshqariladi. Uyda Wi-Fi bo'lsa, programmasini aytamiz, tortasizlar, akkaunt kirgizasiz. O'sha mashhur motorimiz. Xo'p, o'zi oldiga, orqaga bo'lib ishlatadi. Bizniki dalil misol mabodo mana misol ko'mir savordi, misol 3-4 ta shunaqa ketib qolsa, o'zi maydalab sindirib oladi. Doimiy bunaqa sol degani emas. Har ishkada yo hokan ichida va bir ikkita ketib qoladi. O'shining ichida misol o'zi sindiradi. Biznikida setka bo'lmaydi. Ko'p akalarimiz Chalamayapsiz, siznikida setka yo'q. Bizniki motorimiz baqva setka qo'ysak, bu motor shart emas. Boshqa motor qo'yaveramiz. 220 12 voltli motorlarni biznikida yo'q akalar setka. Biznikida umuman setka bo'lmaydi. Shart basda. Bu motorda bu o'shaning uchun. Xo'p, xudo xolasa 300 kilovat desa, tog'amiz uylari 2 qavat, faqat bir taraf bir qavatga qilganlar ekan. Tog'a nima deysiz? Yaxshi. Ish xudo xolasa ko'nglingiz to'lgandaymi? Yaxshi. Yo'q. Kat yo'ldan ko'nglingiz to'ldimi? Aytayotganda olib chiqib kirasizlargacha montaj ham yo'lari bo'ldi. Radiator sig'liklari qo'l kuydiryaptimi? Bittalardan aytayotganimdek temiri nafsida ustalarimiz chorloq qilib berishgan ekan. O'sha qo'l tushsa kuydiradigan darajadaonni xonadonlarga qilib sürmer hamma yo'llarni qanaqa bo'layotganlar har doim dediklar. Ama tog'am o'zlari usta ekanlar. Chiroyli qilib gipkamenda ham keltirganlar ekan. Nima qilib shu o'zim ustamani bari o'zlaring kelinglar. Narsa mutaxassis o'zlaring o'rnatib chiroyli qilib beringlar, xudo xolasa. Oxiriga aytib qo'yadigan stabilizatorimiz qo'shib beriladi 5 kilovatli. O'zi motor hammasi bizda 1 kilovat. Bir kunda rasxoti xo'p bo'lsa, hop. Rasxot bo'lsa deng, bir gideta 2000 yo 2500 rasxot qiladi svetni o'ziga. Sen rasxot unaqa qilmaydi. Nima doim ishlab tursa, ham 2000-3000 bo'lmasa ham yo'q. Bir sutkasiga hisoblab aytyapman. Dislarimiz qora rasiki to'rli disdan bo'ladi. Utublisalari ham temir bo'ladi. Xo'p, kilovatada chiroyli qilib hamma yo'llarni qilganmiz. Narxi $1400. Kimga nechtalik kerak bo'lsa aloqa qilib qo'yasizlar. Pastda nomerni qoldirganmiz. Bu gapirayotgan kim deydigan bo'lsa, yana o'zim laykni unutmaysizlar. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin.